Shahar hayoti uzluksiz harakatdan iborat. Ushbu harakatning yuragi esa kun davomida minglab yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadigan, zamon bilan hamnafas bo'lgan metro bekatlarida uradi. Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida bir bekat tarixi loyihasi. Loyihamizning ushbu sonida G'afur G'ulom metro bekatining yaratilish tarixi hamda me'moriy bezaklari haqida suhbatlashamiz. G'afur G'ulom metro bekati 1989-yil 6-noyabrda Toshkent metropolitenining O'zbekiston yo'nalishi 3-bosqich tarkibida foydalanishga topshirilgan. Aynan shu bosqichda G'afur G'ulom va Chorsuv bekatlari ishga tushirilgan. Ushbu qurilish natijasida metropoliten shaharning eski qismi bilan yanada mustahkam bog'langan. Ushbu metro bekatidan foydalangan har bir yo'lovchi o'zini go'yo yer osti muzeyiga tushib qolgandek his qiladi. Sababi bekat shunchaki yo'lovchilar metro poyezdini kutadigan maskan emas, balki milliy me'morchilikning betakror namunasi hamdir. Bekat 20-asr o'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'afur G'ulom sharafiga nomlangan. Bekat nomining aynan adib sharafiga qo'yilishi uning o'zbek madaniyati va adabiyotidagi beqiyos xizmatlariga berilgan yuksak ehtiromdir. Bekat Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bo'lib, O'zbekiston yo'nalishidagi muhim bekatlardan biri hisoblanadi. Bekatning asosiy xususiyatlari keng va baland platforma, mustahkam marmar ustunlar, yorug' va sokin muhit, oq hamda och kulrang marmarlardan foydalanilgan bezaklar hamda zamonaviy va klassik uslub uyg'unligi hisoblanadi. Bekat ichki ko'rinishida tabiiy toshlar, granit va marmardan keng foydalanilgan bo'lib, bu unga tantanavor ko'rinish baxsh etadi. Bekatning eng diqqatga sazovor jihati devor va ustunlardagi badiiy kompozitsiyalardir. Ularda G'afur G'ulom ijodiga oid ramziy tasvirlar, kitob va ilm-fan timsollari, milliy naqshlar, o'zbek xalqining ma'naviy qadriyatlarini ifodalovchi bezaklar aks etgan. Yoritish tizimi ham bekatning estetik qiyofasini yanada boyitadi. Yorug'lik marmar yuzalari bilan uyg'unlashib, bekatga salobat va nafislik bag'ishlaydi. Bekat yer ostida chuqur joylashgan bo'lib, mustahkam temir beton konstruksiyalar asosida bunyod etilgan. Qurilishda zilzilabardosh texnologiyalar, suv o'tkazmaydigan himoya qatlamlari, shamollatish tizimlari hamda zamonaviy elektr ta'minoti qo'llanilgan. Bu yechimlar Toshkentning seysmik hudud ekanligini hisobga olgan holda tanlangan. Bugungi kunda G'afur G'ulom metro bekati minglab yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadi. G'afur G'ulom metro bekati nafaqat transport infratuzilmasining muhim bo'g'ini, balki o'zbek adabiyoti va milliy me'morchilikka bag'ishlangan betakror san'at asari hamdir. Bekat Toshkent metrosining eng nafis me'moriy bekatlaridan biri sifatida ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu bekat poytaxtimiz aholisi va mehmonlariga sifatli transport xizmatini ko'rsatish bilan birga O'zbekistonning boy madaniy merosini ham namoyish etib kelmoqda.